Xudo xolasa mana 43-metr trubamiz oxirgisi. Mana chiqarish jarayonidamiz. Mana ustoboshchalarimiz astodil. Mana yer tagidan chiqqan truba, har bittasi 5 metrdan. Bitta 4 ta 6 ta 8 ta. Mana o'zi 40 metr bo'lsa, mana o'zi bu ham 5 metr. 2 metr tevada qolgandan 43 metr. Xudo xolasa. Mana shu xudo xolasa oxirgi trubamiz. Ana oq kepkali oqamiz eski sostavga okali, ya'ni yangi importlar kim ekanda hayron bo'lmadi. Oqamlarga like bosasizlar gushillatib. Mana. Oxirgi. Oxirgisi. Jahl qilmaymiz ish oxirida. Yomon tegmadimi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa 43-metrli quduqimiz chiqdi. Mana tesh ishlarni boryapmiz. Mana uchun mashina qilib teshiladi. Zo'r odam. Peltin uçağı bölgeyi sonuçta. O da onu işe almadı. 43 metre devresi. Aş peltilerini ham do ko'rsatib. Boshiga bölüp geldi. Ko'rsatmash peltilerini tashadi. Sizga shu shundan qilib qo'ying. Biz mana 20 sent 30 sentgacha teshamiz. Tosh kelgan joy yaxshi kelsa 30 sent teshamiz. Tosh ozroq kelsa 20 sent. Kimga mana shunaqa suvga talab bo'lsa, ekran ustiga nomerlarni qo'yamiz. Ustakalarimizni nomerlarini qilaverasiz. Peltilinimiz tashash natijasini boshladi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu 1-metr mana. Bu naqda. Aqyam qarab. Bismillahirrohmanirrohim. Ro'zdi. Mana ketishni boshladi. Ashuna qilib turib. Masha yo'qlaymiz. Mana peletinden solyamiz 10 metr bo'ldi. Aketi yaptı. 15 metr. So'rka var, gaping. Al, bitti. 20 metr, 25 metr bo'ldi. Birpas joyga bo'ldi. Xudo xolasa mana shu xonasi kirsa 43 metr bo'ladi. Endi yo'qadi. Ozan? Okean 2 kilo daha. Yani kemini yolu yaptılar. Satıyor. Hala bak kesinlikle. Yarım tane koyuyorsun. Ana. 43 metre varıp çiğdi bunu.
65 mayda qoldi-ku. Nechta qolish kerak edi? 60 ga ketadi. Kuchov beravering-chi. 60 ga. Mana to'xtatdimi? Mana xudo xolasa 43 metrdan qoqilgan quduq chiqishni boshladi. Biz bu yangilik uchun mana napori sal pastroq. Bizdan loqalari qumlar tingandan keyin napor kuchayadi. Kuchayishni boshladi. O'qidapti, sanni yapkelaymi? Motorimiz ham qum to'playib sanniga tugabdi. Uyda bo'shkara. Uyda bor. Xo'jaman? Ha. Oqitgan suv. Ko'pchilik o'ylaydi, ana vodnasidan chiqgan suv oz deb o'ylaydi mana. Nima deganingizda? Ha? Nima deganingizda? Xolasa mana qumlar ham bor. O, brigada xormang. Charchamadingizmi? Mana oqamiz trubani bo'ylayaptilar. Ish tugatib. Ustaka xormang. Necha metr qoqding aka? 45. 43 metr? Ha, 43. 43 metr. Bo'ldimi, bugunlik tugadimi yo yana bor ebega borasizlarmi? O'zini aroqda bor yana. Yani obyektina bor ekanda. Ha, mashinalar nomerlari. Yani oqomlar Farg'onadan ekan deb o'ylamani. Farg'onaga aylanib tushganda bu drandilet yutib olganlar loteriyaga. Shuni alg'amchim beravering, asharg'amchim ana. Mana ish jarayonimiz avjida. Mana motor yoqilganiga hech qancha bo'lmaydi, mana chuqurimiz to'ldi mana. Ishlatgan suyimizdan qolgandan chuquri to'ldirdi. Nima zavat qilib agoratga tashlab yuboramiz. Ustakalarimiz xudo xolasa kulushlarni yuvib tayyorlashyapti. Mana chuqurdagi suvni orqa tortib tashlashdi. Mana bog'dan suv chiqib yotibdi mana. Bog'dan mana chuqurga kelyapti. Sonra davrinesi ham kuchaydi motorimizni. Mana chiqqan suv oqishi ham yaxshi. Mana suv ozayapti chuqurda.
suyimiz rangi ancha oqarib qoldi mana. Mana o'qishi ham yaxshi. Xudo xolasa ekran ostiga nomerlarni qo'yamiz. O'rnini shakllantirib nomerlarni qo'yamiz, tilboq qilasizlar. Mana suyimiz chuqurini ham tortib qo'ydik. Hozir yana 5 soniyada yana tinishi mumkin. Mana 6 minut bo'libdi mana motor ulaganimizga. 6 minutda mana suvning rangini ko'rib turibsizlar. Tinishga harakat qilyapti. 43 minutdan chiqqan suv. Xudo xolasa suvimiz zo'r. Manchalik o'qib tushsa bitta xonadonga yetkazaveradi. Xudo xolasa obuna bo'lmaganlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Like bosib turasizlar. Açıp koyasınlar. Mana suvni chiqqan Xudo xolasa 43 minutdan chiqdi. Hoji pochcha, yaxshimi? Ma'qul. Ma'qulmi? Qo'y. Xursandmisiz? Albatta. Mana suvni chiqdi, mana opoda ham xursandlar. Mana chiqqan Xudo xolasa, mana suv ham oqarib qoldi. Ancha oqarib qoldi. Ha, Tinib qoladi. tinib qoladi Xudo xolasa. Mana yangi sonlik qo'ydik, yangi sonlikda suvni qurutsa uchun vajam. Xudo xolasa suvda yana o'zgardi. Kelishi ham ko'paydi. O'zi ham o'zgardi. Qo'shilish. Yangi sonlik qo'yib qo'ydik.